bo'ldi ekan? Men tengilar o'g'ilga sunnat to'r qilishyapti. Men o'ylasam yo'qmi dada? Kanishna o'g'il. Unda bo'lasizmi? Men sizga bitta zo'r qiz topganman. Ona qizni dadasi kuyov bola bilan ko'rishaman deyapti-da. Bo'ldi. Yakama yakka tursin aka gaplashamiz. Lakatsani bering. Lakatsiz Telegramda. Qaytib kerak emas. Men xotinimni berajak dadasigan. Adashib ketdim. Voy churvaqay. O'zimizdan shekilli bu ham. Qiz o'g'liga. Nima? Og'zingga olmani tiqib olaymi, ha? Biz avloddan hali unaqasi chiqmagan. Yuragim o'g'iladi qaqada. Voy, malades, kuydirmajon bola ekansan sen. O'zi, nima ish qilasan? Siz nima deysiz? Ashuni qilaman qaqada. Xudoyim-ey, bir umrli omadim ishlatib qo'ydimmi deyman-da. Bunaqa kuyov boshqa topilmaydi. Men mana Asakada inshoot imorat domlarini quraman. Mana shu domlarni bitta tekshirib ko'raychi, dedingizni ham bilib olamiz. Kuyov bola. Qizingizni tanlaganimda bilmadingmi dedimi? Yo, Toshkent nimagan? Bunaqa yigit boshqa tug'ilmaydi. Erga tegmagan qizlarimni hammasini sizga berdim. Menga yordamchi bo'lasiz. Menga izdosh bo'lasiz. Men qurgan uylarimni bitta ko'rsataman. Keling. Kuyov bola, balki yerga tushib olarsiz. Yo'q. O'zi oxirgi paytlar kuyovlar qaynatalarni boshiga chiqib olyapti. Qarab turing. O'zimiz Asakada eski Asaka City'ning o'rnida yangi O'zbekiston massivini quryapmiz. Domlarimiz 9 etajdan. Har bir dom olgan odamga podvalda alohida kino do'pkalari bo'ladi. Har bitta domning tagida marosim to'ylar uchun yosh xonalari ham bo'ladi. Boshlanishiga 15% to'lab, 6 oydan 24 oygacha muddatli to'lov yozi ham bo'ladi kuyov bola. Domlarimizning birinchilari may-iyun oylariga topshiriladi. O'ta mustahkam. Voy charchab ketdim. Cho'mbalakachon kuyovim, uylarimiz mana shunaqa aboylar tortilgan patkulich holatda bo'ladi. Bu namuna holatdagi uy kvadratlari ham qimmat emas. 6,5 milliondan 7 milliongacha bo'ladi. Sizga ham bitta cho'tka uy qilib beraman, xudo xolasa shu yerdan. Dush tualetini mashaga o'rnat bering qaqada. Nimaga uni deyapsiz, cho'mbalakachon? Tunda sib qo'yaman-ku. Menga xiyonat qilyapsizmi, dada? Yo'q. Sizni bitta qiz so'rayapti. Akkaning telefoni. Alo, Xadija qiz, men sizdan buni kutmagandim. Alvido. Sizlar aziz mehmonlar, o'g'limiz Kulala to'yiga rahmat kelganlar uchun. Meni bitta gapiring. Mana men o'g'lim ham sizlarga gapirar ekan. Dadam ham to'ymasin. Ayiz eshitib qolmasin.